Hammaga salom bo'lasizlar bilan bugun Zerko Gaming kanali. Xo'sh, bugungi videomizda Minecraftga mod qo'yishni o'rganamiz. Ko'pchilik so'ragan, men o'zimning do'stlarim ham so'radi. Xo'sh, kirasizlar va xo'sh, nima desam bu? O'zingizlarning versiyalarini yozasizlar, o'ynaydigan. Misol uchun men 1.7 qanaqa versiya edim? 1.7midi? 1.7 ha 1.7.10 1.7.3 bo'lib ketdi. Mayli 1.7.10 deb misol uchun men versiyani yozdim. Men bittaga Minecraft mod horror mod deb turibdi. Bu yerda o'zi horror mod demisizlar. Misol uchun 1.7.10 mod deysizlar. Modlarni chiqaradi va mana bu yerda Minecraft Inside degan narsa bor. Nima deydi? Modlar bor deb qarash shunda. Ishonchlisi shu, men ko'proq shuni olaman. Va horrorda turgan ekan, men bu yerdan bittani tanlashingiz mumkin. Men misol uchun bitta modni olib ko'rsataman. Men 1.7.10 ga bo'larmikan? Mana bor ekan. Yuklab olamiz faylni. Yuklab bo'lganingizdan keyin xo'sh, mana bunaqa qilamiz, bu yoqqa tashlaymiz. Bo'ldi, bizga Google kerakmidi? Keyin launcher Minecraftni ustiga bosib, mishkani o'ng tarafini bosamiz. Va ochilgandan keyin open file deyapmi, shunaqa deb qo'yadi. Bu yerdan siz mods degan joy papkani topasiz. Mana bu yerda menda mod yo'q va mana bunaqa qilib olasiz, mana bu yerga modni tashlaysiz. Bo'ldi, va sizga endi mod tushgan bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa, obuna qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Kontentni bosaveramiz bo'ldi.